Mana bu Oqmo'l. Yan tepalik. Bir gektar bor, bir tepalik kattaligi mana. Juda katta tepalik, qanday eslayapsizlarmi? Ana powerlar. Bosh. Ko'kdan polvon, boshir oldi. Bu yerda yana stadionum bor. Bugun chempionat bo'ladi. Priz bormi? Priz qo'yilganmi? Bo'lsa kerak. Ha, mana stadion bu yerda. Shunday bayram bizlarda bu. Mana nar tepalik mana bu tepalik olasi 400 metr borda. Qarag'oyli mana. Asosiy hamma joy tepalik 300 metr, 300 metr farq ketaverganda. Bu katta tepalik bu ham. 1 gektardan ortiq bu tepalik kattaligi. Kurasham bo'lyapti mana. Sardar chiqar. Sardar bilan Aslan Palvon. Qaysi yoqda ekan? Azbaqodir. Qanday endi ko'ramiz. Palvonlar kattaroq, ha. Bakın. Sardaram chasan. Boşaşma. Makkalar Aslan Palvonning ustunroq biroz. Ha bu bir 10 kilo og'ir bor u. Og'irlik 10 kilo. Ha, молодец. Yarim, yarim hali hisobmasa. Yana bitta yarim Boşaşman Palvon. Aslan Palvonni bilan ustunroq. Maydondan chiqdi. Ya Sadık. Assalomu alaykum. Men do'ngga chiqayin. Tepalikka chiqyapsiz, juda baland tepalik bu ham. Hamma joy ko'rinadi. Bu tepalik kattaligi 1 gektardan kattaroqda. Baland juda balandligi. Shunday. Naryoqda qishloq Qarag'oyli qishlog'i naryoq uchastkadan, yashil uchastkadan tashqarilari bu. Bu yoqda bayramni oshti bo'ldi bu yoqda. Endi bu yerda oshni sotiga suzmoqchi.